Assalamu alaikum, hurmatlı bizdin Universal YouTube kanalımızın жалпы катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүn 2019-жыл 20 декабрь saat 8:00 барыңыздарға кутман таң. Кече биз 19 декабрь күнү Ош шаарында Кашкар-Кыштак мал базарындагы малдын бааларын чыгарып бергенбиз. Бүгүн Алай жергесиндеги Гүлчө мал базарына келип отурабыз. Сиздердин сураңчыңыздар менен. Сиздер видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Биз Алайдагы малдын бааларын күт тартып чыгарып бермекчибиз. 5 ming so'm deydi, kam bor ekan. 1,5 ming deb otasiz. Qorozda jo, mastakmi? Indushkaning qorozi 1,5 ming so'm. Bul dagı qoroz ekan, bul dagı 1,5 ming so'm deb otadi egasi. Kam etib beradi ekan. Bul da 1,5 ming be. Bardig'i 1,5 ming so'mdan ekan. Bul indushkalarning bahası 1600 so'mdan ekan. Qo'y qorosini bularni qancha berasiz mana? Necha kerak? Bahasini aytib bas. İndişkangine bir tanı ola öyle. 1600 so'mdan. Üstü kaynak qoroz. Bol indişkalarning bahası 1500 so'mdan. Qorozlar ha? Qorozlar 1500 dan sattım yakindan. Bunlar soyulgan ekan. Bu soyulgan mastagi o'sha qoroz. Bu mastagi, buni 1200 dan sattım. Buni mastagi ekan, soyulgan. 1200 so'm deydi. Soyul. Biraz aşağı qilsanglar bo'lar. Rasa semiz mastak. Indishka. Qoroz menen na mastak uchovini 1200 so'mga berbay qo'ydim deydi. Masaka? Biroz qanchadan biroz? Bulan Dayırbek 500 dedede alam dedede geç kaldı. Nani Dayırbek 500 so'm alam deb olmay ketib qoldi. Na mastak qanchadan mastak? Mastak 500 dan dedi. Mastak 500 so'mdan. To'yi to'ymi? Az to'ylar ekan, evi to'y ekan. Ya bunlar qanchadan bunlar? Bu tovuqlarni 500 so'mdan berib o'tamiz deydi. Qoroz mastak qanday biladi? Qo'yganda biladi. Hech bilmayman. 500 so'mdan berib o'tishmi? Siz qanchani deb o'tasiz indushkani? Aparsa o'ldiradi mastak. Indushkani mastaklari 1000 so'mdan berem deydi. Qanchadan? Dakan tovuqlar 600 so'mdan. Alayda dakan tovuqlar 600 so'mdan ekan. Indushkaning qorozlari 1300 so'mdan. Buniki sal ariqroq ekan-da. Sal ariqroq. Shuni gap qilib olmasan internetga. Meni qarashib kuzatib qo'ygan bo'lsin. Alayda indushka arzon ekan, 1300 dan berib o'tadi. Tovuqlar 300 so'mdan ekan, hozir tuvay kishini günjilgandan keyin to'yib deydi. Bahası 300 so'm. Bu Qirg'iz qoroz 350 so'm. Bu indushka 1300 so'm dedingizmi? 1300 dedingizmi? 1200 so'm ekan, yine tovuq indushka. Bu mastek tovuqlarni 250 so'mdan berib atibdir. Çoğraqlarını 300 so'mdan berib atibdir. Bu qazlar 650 so'mdan deydi. Bunisi erkek qaz ekan, bunisi mastek. Nal indishkalar qanchadan? Qancha qaldinglar? Men olgan yo'qman, birovnikilar. Bu çocuq ekan, cho'ngroq bo'lsa 1000 so'mdan sotadilar deydi. Indishkalarni qancha deb otasiz? 1,5 ming deb otasizmi? Qorozlar ekan, ha? Ya buna kimden ne buna oldu?
Evkam xorozing qancha so'm xorozing? 600'dan. 600 so'm olarasizmi? Kami var aka. Bu xorozda 1000 so'm deydi. Broller bilemmi? Broma. Bahası 1000 so'm. 1200 gram alıp git. Bu dakan xorozlar 1000 so'mdan deydi. Dakan 2000'dan. Hay. Dakan xoroz 2000 so'mdan. Bu mastagi 1000 so'm ha? Ben 1000'ge suradım da dakanda. Ha. Ben 1000'ge suradım dakanda. 1000 so'mga so'rab bermay qo'ydik deydi. Cho'ng ekan. Seniki qancha seniki? Ha? Seniki qancha? Güzel. Bu dakan 1,5 ming so'm deydi. Bozulu qo'ydi 9000 so'm deydi, kami bor deydi. O'z suvar ekan. Bas qancha qozin? 58. 58 qanash? 5800 deydi qozini. Kichkina basini aytib qo'ychi. Ha. Bozulu qo'y 10000 so'm. Qancha tish aka bu? 2 tish keldi. 2 tish bozulu qo'y 10000 so'm. Yok az kanalda. Qo'chqorning bahası 20000 so'm. 2 tish qo'chqor ekan 20000 so'mga berem deydi. Bu qo'zuli qo'ydi 10000 so'm kam bor deydi. Qancha tish? 6 tish qo'y ekan 10000 so'm kam bor deydi. Qo'zsi bilan. 6000, 7000. Sarı taka 6000 so'm. Ko'gi 7000 so'm. Takaning bahası 6500 so'm bo'lib turib. Uloqa. Echki ulog'i bilan 4500 so'm. Ananda bir Echkining bahası 4000 so'm deyapti. Bu cho'ng sarka ekan, bahası 8000 so'm. Tushirib berasiz dağı. Tushirib beretgan dağı. Qo'ydim bahası 8500 so'm. 2 tish qo'y ekan jashi. Qayerdan olib kelding kon? Cho'ng olaydan kelibdir. 10000 so'm qancha tish? Jashi. 4 tish qo'y qo'zisi bilan 10000 so'm. 52'den al alayım bu mayda topla. Ancadan. Qo'ydim bahası 8000 so'm deydi, bo'z qo'y. Naka to'g'anlari bugun o'shantib Alayдағы mol bozorдағы bitdi. Xudo qalasa biz 2 kundan keyin 22 dekabr kuni o'sha uchun mol bozorдағы бағаларды bilib sizlarga chiqarib beramiz keyingi chiqarilishimizda. O'shaga chayin baringizlar, omon bo'lingizlar, tinch bo'lingizlar. Narxlana. Böyle mi? Sultan oturun ketdik. Cevabım bak da var.